أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Al-Allama Al-Mufassir Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah yazgan Tefsirul Jalalayn namlı tefsir kitabının Allah Azze ve Celle'nin kalamideki Bakara suresinin 180. ayetiga kelib to'xtagan edik. Va shu yerdan boshlaymiz. Endi biz Bakara suresiniki 2. cho'ng jihatdagi 2. bo'lik bo'lgan, ya'ni ahkam bobiga kelgan bo'lganligimiz uchun birinchi hukmda Allah Azze ve Celle bizga qisas haqidagi hukmlarni bayon qilib bergan edi. Endi bizga ikkinchi hukmda bo'lsa vasiyat haqidagi hukmni bayon qilib berdi. Dastlabki qadamda. Mana endi Alloh taolo deydiki: "A'udhu billahi minash-shaytonir-rajim. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين." Allah Azze ve Celle deydi ki sizlarga, ya'ni abeshtiki ya ayyuhallazina amanu degan ey mu'minlar demekçi. Yani sizlarga ey mu'minlar, sizlarga biringlarga ülem, yani ülemning sebeplari hozir bo'lib qolgan vaqtida agar nurg'un mol dunyo qoldirib ketadigan bo'lsa, ata onaga va urug' tuqqanlarga adolat bilan vasiyat qilish farz qilindi. Haqqan alal muttaqin. Bu vasiyat muttaqilarga haq bo'ldi. Bu vasiyat muttaqilarga haq bo'ldi. Yoki bu vasiyat muttaqilarga farz bo'lgan bir haqdir. Bu vasiyat muttaqilarning gadiniga farz bo'lgan bir haqdir. Maliki haqqan emas. Endi biz bu oyat kaliminiki tafsiriga kelaylik. Musannif rahimahulloh deydiki, kutiba, Allah Azze ve Celle'nin kutiba degan so'zi furida degan bo'ldi, ya'ni farz qilindi. Alaykum idha hadara ahadakumul maut degandiki al-maut, ya'ni sizlarning biringlarga farz qilindi, sizlarga farz qilindi, biringlarga qachon, ya'ni o'lim kelgan vaqtida dedi. O'lim kelgan vaqtida degan o'lganda degan gap ma'nosi. Yani o'lgan chaqda bekim vasiyat qilinmaydi. Buni ma'nosi nima desa, ya'ni bu majaz. Ya'ni o'limning sabablari kelgan chaq degan bo'ldi. Ya'ni kelgusida keladigan narsani deb undan burun qarasini atash degan bo'pti bu. Ya'ni bir odam nayt ig'ir o'lim kesiladi hamda shu. Oxirgi minutlar kelib qolsa yoki qattiq bir zahar ichib solsa yoki bir qattiq hodisaga uchrab shu nayt xatarlik payti turayotganda, ya'ni o'ziga ma'lum bo'lsa hamda o'lib qolganligi, o'zi kesan chiqolmaydigan ma'lum bo'lsa, yoki yashibak qattiq cho'ngib ketgan bo'lsa hamda. Demak, shu o'lamaydi qashilan kipnasi bo'lib qolgan vaqtida degan bo'ldi. In taraka khayran degan, agar xayran degan mol dunyoni qoldirib ketgan bo'lsa, agar mol dunyoni qoldirib ketgan bo'lsa, gap bu yerdagi malanni radhiyallohu anhu nurg'un mol deb tafsirlagan, nurg'un. Ya'ni yaxshilik deb atashdi. Alloh taolo yaxshilik deb atagani, qanday oz mol dunyo yaxshimi, jiq mol dunyo yaxshimi? Jiq mol dunyo, oz pul yaxshimi, jiq pulmi? Jiq pul yaxshi. Ya'ni jiq pul deb tafsirlagan Ali radhiyallohu anhu. Shunga ko'p mol dunyo qoldirib ketadigan bo'lsa, nima qilish farz qilindi desa, al-vasiyatu. Ya'ni ota-onaga, urug'-tuqqanlarga odillik bilan vasiyat qilish farz qilindi deydi. Ya'ni marfu'un bi al-vasiyatu degan bu so'z marfu', ya'ni vasiyatu deb pash o'qiluvchidir bu. Marfu'. Nima ish qilib pash o'qiladi bu desa, fa'il mi desa, yo'q. Bu bi kutiba.
kutibe degan fiil madi mechulning nimasi bu? Mef'ulu ma lem yusemma fa'iluhu. Bizde bir gap var. Mef'ulu ma lem yusemma fa'iluhu. Yeni bir atalgıda naibu fa'il. Fa'ilin onuda turg'izilgan mef'ul yoki mef'ulniki o'xshashlari. Masalan, men daraba Zeydun Amran. Zeyd Amrni urdi desam, buni men agar taxim qisqartmoqchi bo'lsam, fa'ilni tilga olmayman, bas maf'ulni tilga olmoqchi bo'lsam nima deyman? Duriba nima Amrun deyman. Duriba Amrun deb pash o'qiyman. Zeydni tushirib o'taman. Bu shuni deb ataladi. Fa'ilning o'rnida turdi. Maf'ul müşahede maf'ulun bih fa'ilning o'rnida turdi. Endi yani Allah Teala sizlarga vasiyat qilishni farz qildi degan bo'ladasi. Kataba alaykumul vasiyata asli. Lekin kutiba alaykumul vasiyatu. Allah Teala hammamizni zihnida bo'lganlik uchun qisqartish nima sizlarga vasiyat qilish farz qilindi degan bo'ldi. Endi bir savol qilib qolish mumkin. Unda bo'lsa vasiyatu degan nima? Vasiyatu degan muannas. Yani ta ta'nis bo'lganlik uchun. Vasiyatun oxirgi ta marbuta, ta'ut ta'nis bo'lganlik uchun vasiyatu muannas. Muannas bo'lsa kutibat deb nimishqa fi'il muannas keltirilmaydi degan bir savol kelishi mumkin. Uningga beriladigan javob nima desa? Bunda kelishga sabab chunki kutibat deb muannas keltirmas sabab birinchi. Madgi al-vasiyya nima? Birinchi fa'il oshkora tilg'ilindi. Al-vasiyatu degan nima maf'ulun bih naibul fa'il oshkora tilg'ilindi birinchi ma'noda. İkinci ma vasiyatu nima? Muannas lafzi, muannas haqiqiy emas. Muannas haqiqiy deb bir narsa bor. Uniki nimasta? Uning qarshisida bir erkak bor. Nasli muannas haqiqiy. Haqiqiy ayollar deb ataladi. Yani bir muannas var, onda bazı tayi marbuta kelganlik uchun yoki elif maqsura yoki elif mamduda kelganlik uchun yoki shuni boshqa bir shaklga aylantirsak shu tayi marbuta qo'shilganlik uchun nima deb ataladigan? Muannas deb ataladigan lafziy muannaslik bor. Amaliy bu haqiqiy muannas emas. Ag'zaki muannaslik bor. Hatta bu talhatun deb erkishimi ki talhatun degan muannas lafziy, lekin amaliyotda shu muzakkar. Bunda muannas gap qolsa qanday bo'ldi desa, bunda ixtiyorlik bor. Bunda muannasda fiil baldi gap qolsa, fiilni muzakkar keltirishmi durust, muannas keltirishmi durust. Xuddi tala'atish shamsu, tala'ash shamsu degandek. Ammo fiil bunda muannas lafziniki oxiri gap qolsa desa, u chaqda nima? Muannas keltirish vojib. Ash-shamsu tala'at degandek. Yana bir sabab qolsa desa, yana bir sabab fiil bilan shu fa'ilniki yoki maf'ulniki o'tirda fiil bilan fa'il yoki fa'ilni o'rnida turgan narsani o'tirda fasil kelib qolsa, shu chaqdimi muzakkar muannas keltirish ixtiyor. Qanday keltirish joiz? Muzakkar keltirish afzal u chaqda. Shu meyadazi kutiba degan fiil bilan al-vasiyatu degan naibul fa'ilni o'tirgan nima kelib qoldi meyada? Kutiba alaykum degan iza hadara ahadakumul mautu in taraka khayran degan ma'bul jumla kelib qoldi. Shuning bilan buni kutiba deb nima uqsimi joiz? Muzakkar keltirishmi joiz fiilni? Kutibat deb muannas keltirishmi joiz, lekin kutiba deb keltirish afzal. Afzal bo'lgani uchun Qur'oni Karimda shuni afzal keltirgan. Tushundingizmi? Marfu'un bi kutiba ve mutaalliqun bi iza. Endi bu al-vasiyatu degan so'z, vasiyat qilish degan so'z nimaga? Izaga mutaalliq. In kanat zarfiyya. Iza sharti bo'lmay zarfi bo'lib qolsa, ya'ni ravish bo'lib qolsa, iza ravish yani nima desak, sizlarning biringlarga o'lim hozir bo'lganda agar pul mol qoldirib ketsa, ota-onaga, o'tqalarga adillik bilan vasiyat qilish farz qilindi deb aytamiz. Zarfiya bo'lgan chaqda. Ve dalun ala cevabiha in kanat şartiyeten ve cevabu in. Ve cevabi in. Ve dalun ala cevabiha. Endi zarfiya osmanda. Amma agar bu iza şarti bo'lib qolsa shu. Zarfi bo'lib qolmay, sharti bo'lib qolsa shu iza shartiyaning javobiga dalolat qiladi. Al-vasiyatu degan so'z iza shartiyaning javobiga dalolat qiladi. Javobni o'zi emas, endi dalolat qiladi. Ve cevabi in ve inning javobiga dalolat qiladi. Ve javobi in. Inning javobiga nima? Dalolat qiladi. Anladin? O chaqda nima aytamiz? Shartiya, iza shartiya bo'lganda nima aytamiz? Izaga qachonki deb aytamiz.
Qachonki bunda bo'lsa demaymiz. Ida zarfi bo'lib qolsa, ne demaymiz? Bunda bo'lgan vaqtida, bunda bo'lgan chaqda deb. Anladın? Mesela ida vaqa'atul vaqi'a deb kelsa, ida vaqa'atul vaqi'a ne agar biz shart qilsak, qachonki haliqi vaqa yuz bersa demaymiz. Agar zarf qilsak-chi, haliqi vaqa yuz bergan vaqtida demaymiz. Tushundingmi? İnchki mesela muammolarni abdan tarjimada qattiq foyda bo'lgan oldu. Yani ida hadara ahadakum shart qilsak, yani sizlarga qachonki biringlarga o'limning sabablari hozir bo'lsa, intaraka xayra, agar mol dunyoni qoldirgan bo'lsa, ota-onaga, urug' tuqqanlarga adillik bilan vasiyat qilish farz qilindi degan bo'ldi ma'nosi. Tushundingmi? Yani ikkinchisi bir yana parda lekin birisi binada iza zarf in shart bo'ladi. İkincisi de ikki tane şartının cevabı bir tane bulundu. Anladın? Cevabı el-vasiyatu vasiyat qilish degani ay fel yusi degan bo'ldi chaqdim. Javob nima? Fel yusi. Yani agar qachonki sizlarning biringlarga o'lim hozir bo'lsa, agar mol dunyo qoldirib ketgan bo'lsa, el-vasiyatu degan ma'nosi yani fel yusi yani ota-onaga, o'tqalaga adolat bilan vasiyat qilsin degan bo'ldi ma'nosi. Vasiyat qilsin deb nima qildi? Shartning javobini chiqadi. Bil ma'ruf degan so'z musannifning bil ma'ruf degan so'zi, ya Alloh taolaning bil ma'ruf degan so'zningki ma'nosi bil adl. Adillik bilan degan bo'ldi. Qanday adillik qilgan bo'ldi desa bi alla yazida ala thuluthi va la yufaddil al ghani. Ya'ni 3dan 1dan ziyod qilib o'tmaslik. Nimani? Vasiyatni 3dan 1dan ziyod qilib. Nima degan gap bu desa? Ya'ni pul mol deganni asli nima varisqa pul mol degan, varisqa. Miros ovqati. Agar miros olish aloqasi yo'q odamga vasiyat qilmoqchi bo'lsa, qanchalikka vasiyat qiladi? 3dan 1ni vasiyat qiladi. Eng ziyod bo'lgan 3dan 1 qismi. Bir odamning 3000 real puli bo'lgan bo'lsa, 300 ming deylar, endi bak oz pul kelmaydi o'sayotgan, oz pul emas, jiq pul bo'lishi kerak. 300 ming real puli bo'lsa, eng jiq ya ma'noga masjid sanglar, ya anda yaxshi yo'l ishlatinglar, bunda yaxshi yo'l ishlatinglar deb yaxshilik bo'lmoqchi bo'lsa, faqatlam 100 ming realni nima qilaydi? İşletilaydı. Qolgan 200 ming realchi avlodlarga varislar qoladi. Bu qoida. Va la yufaddilul g'ani, endi boyni ixtiyor qilmaslik. Boyni ala bilmaslik. Ya'ni u vasiyatni boyga bermaslik. Bolalarning ichidan boy bolasiga vasiyat qilayotmaslik buyni. Endi nihoyat bir xizmat yaxshi xizmat qilgan bolasi bo'lsa, ashuna pul boy bo'lsa, mush bolamcha xizmatimni qiladi. Mushning ham bija deblam biyotishga bo'lmaydi. 3dan 1dan ziyodasini berishgan bo'lmaydi. Haqqan degan endi musanifning haqqan degan so'zi masdarun muakkidun. Masdarun muakkidun li mazmunil jumlati qablahu. Haqqan degan so'zning ilgirki jumlaning mazmunini kuchlantiradigan masdar. Endi haqqan deb bu qanday degan gap desa, nahv o'qigan bo'lsangiz nahvda maf'ul mutlaq deb bir narsa bor. Maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq degan asli masdar. Yani masdar mansub. Zivor qilgan masdar. Bu mef'ul mutlaq 3 xil shaklda keldi. Bir chaqda bayonni bir turni bayon qilish uchun keladi. Bir chaqda jumlaning mazmunini kuchlantirish uchun keladi. Bir chaqda son sanoqni bayon qilish uchun keladi. Bir chaqda shaklni bayon qilish uchun keladi. Masalan, darabtu darban. Darabtu darban desa, bir shaydagi jumlaning mazmunini kuchlantirish uchun kelganmish. Ya'ni darabtu degan fe'l degan darabtu darban degan bir udum degan bo'ldi. Bir udum deganda darabtu degan udum. Darabtu darban deb kelsa, bir uptimankan, bir udum, bir soldim deb bunda. Birini qo'ydim, tushib ketdi. Deb qolmis birini qo'ydim, tushib ketdi deganda endi qattiq yana bu gapni kuchlanib darabtu darban deb keldi qilgan gap. Yeni bir so'z desa, hay'atni bayon qilgan. Türni hay'atni bayon qilgan. Mesela celestu cilsetel qari. Men qari o'tirganda o'tirdim. Qari o'tirishda o'tirdim degan, yukinib o'tirdim degan gap. Ya'ni bir xil suratni, shaklni. Bu tashbih ma'nosi bor buniki. Qari o'tirganda o'tirdim degan ma'no chiqadi. Yana bir so'z sanni bayon qiladi. Anladın? Masalan, ta'allamtu sabqan yoki sabqatayn. Anda keyin uni tayi marbuta ketdi. Tayi vahdat ketdi. Yani qitimni bildirdi.
Bir qatım, iki qatım degan ma'noni bildirdi. Bir sanni. Bir san, ikki sanni bildirdi chaqda ma'ni. Sanni bildirdi. Masalan, jalastu jalsatayni. Jalastu jalsatan. Jalastu jalsatayn. Bir qatım o'turdum. İki qatım o'turdum degan ma'no chiqdi. Jalastu jalsatan deb kelsa, mana shu yerda tabiiy vaqtda deb qo'yamiz, bu shunda batadi. Jalsatan deb javob qiladi. Bir qatım o'turdum deb keldi. Endi ba'zi chaqda mushu maf'ul mutlaq. Neki 5'teki fiilisi hazf qilinib ketadi ba'zi chaqda. 5'teki fiilisi hazf qilinib ketadi. Ba'zi chaqda jalastu qu'udan deb fiil ma'nosi bir, lekin boshqa ma'nodash mutaradiflar. Ma'nodash so'zlar aytilgan. Jalastu qu'udan. Ikkinchi bir o'tiribdiman ekan deb masalan. Manda shaklda qildi shu. Miyat uchun fiil hazf qilinib ketgan mana. Haqqan desa, ya'ni haqqan degan bo'ldi. Yoki 5'teki nima? Kutiba haqqan degan bo'ldi. Kutiba alaykum haqqan. Anladın? Yani sizlarga farz qilingan bir haqdir degan bo'ldi. Nimaga bu? Yani bu nima? Bu vasiyat, yuqorqi mazkur vasiyat muttaqilarga farz qilingan nima? Bir haqdir degan bo'ldi. Yoki haqqan desak, haqqa deb fiilning birini mahzuf qilsak, o chaqda muttaqilarga haq bo'lgan bir haqdir. Muttaqilarning gadiniga haq bo'lgan nima? Bir haqdir. Yoki kutibaga bog'lasaqchi, muttaqilarning gadinga farz bo'lgan nima? Bir haqdir demaydi biz. Tushundingizmi? Agar hol olgan bo'lsak, o chaqda ya'ni kutiba hala kawnihi haqqan. Yani bu vasiyat muttaqilarga farz bo'lgan holatida, muttaqilarning gadinga haq bo'lgan holatida farz qilindi demaydi. Lekin bu yerda nima emas? Hal emas. Nima? Bu masdar maf'ul mutlaq deymiz. Yani şu misalni bu yerda masdar muakkid deydi. Cümlenin mazmununu güçlendirdi. Allah Teala'nın kokuşlarının geldiğinde farz kılınan bir haktır bu. Ve hâzâ mensuh. Bu vasiyet ayeti miras ayet olan nemidir? Emelden kaldırılgandır. Ve bir hadisi la vasiyete li varis. Miras xorga vasiyet kılış yok diyen hadis olan İmam Tirmizi rivayet kılan mensuhtur deydi. Hem de bu Şafii mezhebide hadis sahih bo'lsa oyatni amaldan qoldira oladi bas chaqda. Lekin bizning mazhabida Hanefi mazhabidan emas. Hanefi mazhabida mutawatir kelmagan bo'lsa, mutawatir ya mashhur bo'lmasa, hadis ahad bo'lib qolsa, oyatni mansux qilinmaydi, am oyatni xos qilinmaydi, xos oyatni am qilinmaydi, mutlaqni muqayyad qilinmaydi, muqayyadni mutlaq qilinmaydi. Lekin hadis nimani mujmal oyat bo'lsa, mujmalni nima qilalaydi? Muavvalga aylantira oladi. Mujmalni muavvalga aylantira oladi. Agar Qur'ondagi mujmal oyat bilan bayon qilinsa, mufassir deb ataladi. Agar hadis bilan bayon qilinsa deb ataladi, muavval deb bayon qiladi. Buni inshaalloh usul fiqhida bahsini o'qisizlar. Endi unda olsa bu oyatning hukmi shu desa, bu oyatning hukmi bizniki mazhabimizda hadis bilan nima bo'lmoqlik, hadis bilan amaldan qoldirilmoqlik. Bundan keyin bu ya'ni miras oyat bilan miras ayetinden amelini kazanır. Bu miras ayet khas ayet dese Allah Teala'nın miras ayeti yusikumullahu fi evladikum lizzekeri mislu hazzil unseyeyn diyen ayet. Hem de Allah Teala bu miras ayetinde uğalgı bir kişilik uğalgı iki kişilik kızgı bir kişilik yoki bir uğal iki kızının ülüşünü alıdı deb miras ayetini tefsili bayan qilgan Allah Teala. Tefsili bayan qilgan. Bundan keyin inşallah chiqadi. Endi mushu tafsili bayon qilgan mushu miras hukmi bilan miyadagi vasiyat qilish hukmi nima qoldi? Amaldan qoldirildi. Deydi. Lekin buni amaldan qoldirmay, buni amal qilmam bo'ladi. Ya'ni bir odamning ko'p mali qolgan bo'lsa, demaydi, ko'p mol dunyo qolgan bo'lsa, uniki 3dan 1ni vasiyat qilsa bo'ladi. 3dan 1ni. Lekin bu oyatning ma'nosi bilan farzma, endi hozir farzni nimaga? Mustahablik darajasiga, ya'ni qilsa bo'ladi, qilsa yaxshi agar 3dan 1ni qila oladi. Yoki ruxsatlik darajaga chiqib qoldi, farzlikdan ruxsatlik darajaga chiqib qoldi, ya'ni qila oladi. Anladin? 3dan 1ni, mendan 3dan 1 qismini vasiyat qila oladi. Undan ko'p emas. Xo'sh, endi faman baddalahu Allah Teala dediki فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذ۪ينَ يُبَدِّلُونَهُ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Emdi
mana mushu vasiyat farz qilinib bo'lgandan keyin kimki bu vasiyatni anglab bo'lgandan keyin almashtirib etsa, uning gunohi faqatla uni almashtirib etganga bo'ladi, almashtirib etganlarga ham bo'ladi. Shubhasizki Alloh taolo harni anglag'uvchi va harni bilguvchi zotdir. Musannif rahimahulloh bu oyat karim tafsirida deydiki, "Faman baddalahu", ay kimki al-isa bu qilingan bu vasiyatni almashtirib etsa, emas kim masalan min shahid shu nasiya vasiyatga guvohlik bo'lib hozir bo'lib turgan guvohchilardan iborat yoki vasiy shu vasiyat qilingan vasiy deydi, buni vasiy deb ataladi uyg'urchada. Nima vasiyat qilingan shaxs. Shu vasiyat qilingan shaxs yoki guvohchi bu vasiyatning hukmini almashtirib etsa, unda anglab bo'lib, meydilab qolib bo'lgandan o'zi bilgancha, o'zini xohlagancha tanshab, o'zi xohlagancha bo'lib talashib olsa, ba'dama sami'ahu, ya'ni bu vasiyatni anglab bo'lgandan keyin, ya'ni alimahu, bilib bo'lgandan keyin degan bo'ldi. Ya'ni bu demak bu yerda alimahu deb tafsir qilsa, sami'a deganni ba'zi sami'ahu degan gap, ya'ni shu nimadan anaqa meyddan bevosita anglash shart emas buni. Buni meydilab qolib bo'lgandan keyin ashaddiy guvohchining og'zidan anglasa mayli hisob, anglaganga hisob. Undan bilganga hisob. Shuni bildi deb qo'ygansa, bil shart bu yerda. Nimadan anaqa o'lguvchi meyddan og'ziga bevosita anglash shart emas. Xat yozib qolgan bo'lsa, xat orqali ko'rsin bo'ladi yoki guvohchilarning og'zidan anglasimi bo'ladi. Ayda anglab ya bilgandan keyin buni vasiyatning hukmini almashtirib etsa, fa innama ismuhu, uningki ya'ni bu almashtirilgan bu vasiyatning gunohi kimga bo'ladi? Alayhi faqatla shu vasiyatni almashtirib etganlarga bo'ladi. Bu oyatda bu yerda fihi iqamatu zahiri maqamal mudmar. Yani zahirli uçuk yani oshkor keltirishni zamir almash qilib yushirin keltirishni uni qo'yish bo'dir deydi. Bu nima degan gap desa, aslida Alloh taolo fa innama ismuhu alallazina yubaddiluna deganga fa innama ismuhu alayhim deb qo'ysa, faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu alayhi deb qo'ysa, gap tugaydi. Unda demay alallazina yubaddiluna deb qo'ydi. Yani birinchi manniki ma'nisiga amal qildi birinchi qilib. Man deganning lafzi mufrad, ma'nisi jama deb o'tgan dedik. Birinchida yubaddiluna deb ko'plik shaklda keltirishga sabab manning ma'nisiga amal qildi, rioya qildi. Ikkinchidan bu yerda asli alayhim deb keltirib qo'yish bu qoida alalazina yubaddiluna deb ayrim keltirdi. Nima uchun? Ya'ni bu vasiyatning hukmini almashtirib o'tishning naqadar qabih gunoh ekanligini Alloh taolo ifodalamoqchi. Yubaddiluna almashtirib o'tganligi bu qishning naqadar qabih ishligini nimoqchi? Texmbek ifodalash uchun hozir zamir keltirib qo'ysa, almash keltirib qo'ysa bo'ladigan yerga nima keltirdi? Uch oshkor ism keltirdi. Alallazina yubaddiluna deb. Alayhim deb keltirsa bo'ladigan alallazina yubaddiluna deb keltirdi. Nima sabab nima? Ya'ni bularning qilmishining naqadar qabihligini bayon qilish. Innalloha sami'un, shubhasizki Alloh taolo bu vasiyat qiluvchining so'zini anglab turuvchidir. Anglab turgandan keyin qanday qiladi? Alimun bi fi'lil vasiyyi. Yani gap vasiyat qiluvchiniki qilgan ishini bilib turuvchidir. Fa mujazina, unda bilib turgandan keyin mujazin alayhi degan vasiyning qilishga shu vasiyat qiluvchining so'zini anglagandan keyin vasiyni qilib turganini bilgandan keyin ko'rib turgandan keyin Alloh taolo shuningga qarta jazo mukofot berildi. Agar vasiyatga amal qilib vasiyat bo'yicha qilsa unga ajr mukofot beriladi. Agar vasiyatga qarama-qarshi ular qilib bo'lgandan keyin vasiyat qilmaydi, qilib bo'lgan odamga qilinmaydi deb bizni bilganini qilsa, yetimning haqlarini bo'zak ketib yeb olsa, ko'p elib olsa, vasiyat qilgan yerga ado qilmasa, Alloh taolo shunga binoan unga jazosini berdi. Gunohi shunga bo'lganlik uchun jazoni shunga berdi deydi. Xo'sh. Endi Alloh azza va jalla deydiki: "Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha baynahum fala ithma alayhi. İnnalloha g'afurur rahim." Endi kimki vasiyat qilguvchidan bir savallik o'tkazib, xatolashib qilishidan qo'rqsa, savallik o'tkazib, xatolashib qilishidan qo'rqsa yoki isman degan gap qasdlik bilan gunoh sodir qilishidan qo'rqsa, fa aslaha baynahum. Shu sababdan ularning orasini isloh qilib yarashtirib qo'ysa, adolat bilan tuzab qo'ysa, fala isma alayhi. Uningga hech bir gunoh yo'qdir.
Uni almashtirganda yuqorqi almashtirganning gunohi bo'lmaydi buningga. Innalloha g'afurur rahim. Shubhasizki Alloh intayin mag'firatlik, rahimlik zotdir. Xo'sh. Endi musannif rahimahulloh bu oyat karim tafsirida aytdiki, "Faman baddalahu faman khafa min musin." Yani kimki vasiyat qiluvchidan qo'rqsa degandiki, endi min musin degan Alloh taolaning musin degan bu qavli muxaffifan va musaqqalan degan qiroat sabiyyada, ya'ni 7 qiroat mashhuriyat qiroatining ichida muxaffaf, ya'ni min musin deb o'qildi va min muvassin deb o'qildi. Ya'ni bu ikkinchi 7 xil mashhur qiroatning ichida bor. Musin deb o'qildi, muvassin deb o'qildi. Janafan degan ma'nosi nima? Janafan degan ya'ni maylan anil haqqi xato'a. Ya'ni haqdan botilga mayl bo'lish. Demak, xato'an degan xatolik bilan degan gap. Xatolik bilan degan gap, xato degan ayibchilik xatolik, uyg'urchilik xatolik emas. Xato'an degani ya'ni savallik bilan degan gap. Tushundingmi? Uyg'urchada xato'an degan ma'nosi arabchada xato'an ma'nosi uyg'urchada xatolik bilan deganga o'xshamaydi. Xatolik degan uyg'urchada savallik bo'lamdi yo qasdlik bo'lamdi? Om bo'ladi. Bachada savallik, bachada nima? Qasdlik. Lekin arabchadagi xato'an degan nima? Qasdlikning nimasi? Qarama qarshisi. Demak, uyg'urchada nima degan bo'lgan? Sahvallik degan gap. Ya'ni o'zi niyatida nima qilish niyati yo'q, adolatdan tayib ketish niyati yo'q, lekin o'zi bilib bilmay nima qilsa xatolashib qolsa degan bo'ldi. Janafan degan emas, janafan. Ya'ni maylan anil haqqi, to'g'ridan xatolashib degan gap emas. Sahvallik bilan to'g'ridan egilib ketishdan qo'rqsa. Aw isman ya gunoh qo'rqsa degani, ya'ni bi an ta'ammada zalik, ya'ni qasdlik bilan xatolikqa qasdlik bilan niyat qilib qasdlik bilan adolatsizlik qilishni qo'rqsa, endi zalika biz ziyodat, endi bu to'g'ridan mirosdagi vasiyatda adolatdan tayib ketishgan adavlada 5 so'zlab o'tdik. Ya'ni 3dan 1dan ziyoda molni nima qilib o'tish, vasiyat qilib o'tish uningga. Yoki taxsis g'aniyin masalan, boyni xos qilish, boy g'anam bilish. Avlodning ichida boy balasi qanamni obdan baxtli deb boy balasi qanam deb normal balasi bilmaslik. Yoki 3dan 1dan ziyodani bilib o'tish varisdan tashqari narsalarga. Hatto bivarisga 3dan 1dan ziyoda bilib o'tish masalan. Buning hammasi nima? Shu Alloh taolo bayon qilgan meros sonidan bo'yish bo'lmay, ashun chiqib ketsa, lekin nima bo'lib qoladi? Hammasi zulm bo'lib qoladi. Adolatniki aksi zulm bo'lib qoladi. Ya'ni bunda xatolik ahvoldan qo'rqsa, ashadnaq maydonda bor mu odam vasiyat qilishni oldida turayotgan guvohchi odam fa aslaha baynahum. Ularniki ya'ni vasiyat qiluvchi bilan vasiyat qiluvchining oilasini tuzab yarashtirib qo'ysa. Ya'ni qanday yarashtirib qo'ydi uni desa, isloh qo'yish degan bil amri bil adl, ya'ni adl qilishga buyurib. Mana odillik qilma, odillik bo'lmay qoldi, mana zulm bo'lib qoldi. Bunda qilsin odillik bo'ldi deb odillikni ko'rsatib tuzab qo'ysa, fala isma alayhi. Uningga beshtiki vasiyatni almashtirib etdi degan gunoh buningga yozilmaydi. Uning gunohi bo'lmaydi, balki uning ajri bo'ladi. Innalloha g'afurur rahim. Shubhasiz Alloh taolo intayin mag'firatlik, marhamatlik zotdir. Endi bu shu oyat keliminiki ma'nosini chiqqan yana bir hukm. Agar bir odam vasiyatni qilib, qattiq zulm bilan vasiyat qildi. Namrat bolasini qopqab, boy bolasiga ham narsa berayotgan bo'lsa, yurtdagi ahli ilmini kelib, to'xtang, ma'vo bo'lmabdi. Buniki 3dan 1 qismini, 3dan 1ni e'lon vasiyat qilasiz. Bu qolgan hamini tekshirib bilan odilgan taqib peshga deb tazlab ketib qolganligini taqib desa, bu gunohi kim bo'ldi? Buni almashtirgan gunohi bilan bu odam ketsa, odamga almashtirgan gunohi bo'lmaydi. Lekin shu vasiyat qilgan odamning o'ziga bo'ldi. Hatto qilgan nima? Halaqa aq tarafdan botilga mayl bo'lib ketganligi, zulm qilganligi. Ammo tuzab qo'ygan isloh qilgan odamga bo'lmaydi, gunoh bo'lmaydi. Lekin unda qilmay, odam joyida o'lchamlik qilgan bo'lsa, 3dan 1ni vasiyat qilgan bo'lsa, 3dan 1ni vasiyat qilibdi. 3dan 2 emas, 3dan 1 qismini vasiyat qilibdi. Yoki o'lchamlik jihatda vasiyat qilgan bo'lsa, uni akilib, buni bo'lmabdi bu deb o'zgartib olsa, o'zgartib odam gunohkor degan. Ma'lum shu. Inchga. Shuni bugungi darsimizni oxirlashdi. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin va sallallohu ta'ala va sallam ala xayri xalqi sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar